Assalamu alaykum hörmətli televizor görgücülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçekra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizniki təfsilatlarda olsun. Yaqında Dörbelzindəki cemaat ərbabı Davud Ablatның lagerga ilib ketilganligi, shu qatorda uning jamiyatidan 44 kishining tutqunda ekanligi oshkorlandi. Davud Ablatның Avstraliyadagi o'g'li Abdul Ahad Davud bu haqda ma'lumot berib, dadisining o'tgan yil bir qitim lagerdan doktorxonaga ilib berilganligini hamda davolashdan keyin yana lagerga ilib ketilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Davud Ablat ilgari Dörbelzin bozorlik hukumat shahar qurilish ishxonasining sobiq mudiri bo'lib ishlagan bo'lib, shu joydagi ko'pchilikning hurmatiga erishgan jamoat arbobi ekan. Avstraliyadagi Uyg'ur muhojirlaridan Almas nizomidan ko'p qitim Avstraliyadagi munosabatlik hukumat tarmoqlariga tutqun qilingan urug' tuqqanlarning masalasini yetkazgandan keyin yaqinda bu haqda yangi xabarlarga ega bo'lgan. Avstraliya Tashqi ishlar ministerligi Almas Nizomidinning ko'p qitimliq talabi bo'yicha Xitoy hukumati bilan aloqalashgan hamda Xitoy hukumatining javobini Almasga yetkazgan. Uningda aytilishicha, Almasning ayoli bu Zaynab Abdurshid to'plashib jamoat tartibini buzish jinoyati bilan ayblanib 7 yillik qamoqqa hukm qilingan. Almasning onasimi Amerikadan tuqqan yo'qlash uchun Urumchiga qaytganda keliniga o'xshashla jinoyat bilan ayblanib qo'lga ilingan. Amerikaning Boston shahrida turishliq Mariya Muhammad yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilib, otishdagi urug' tuqqanlardan 60 necha kishining tutqun qilinganligini bildirdi. Mariya xonimning aytishicha, uning otishda qaranchiqsiz qolgan 90 yoshlik onasi yaqinda undidar orqali uningga lagerga va turmaga ilib ketilgan urug' tuqqanlar haqida xabar bergan. Shundaqla uyda malla qoldim. O'lib qolsam, meni yerlik qo'yg'idek tuqqanlarmi qolmadi degan. Ma'lum bo'lishicha, Mariya Muhammadning jamiyatidagilar Qur'oni Karimni Uyg'ur tiliga tarjim qilgan ataqliq diniy ulama marhum Muhammad Solih Damollamning yaqin tuqqanlaridan ekan. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa başçılığındaki heyət qrupusының Kanadadaki 2 həftəlik xizmət ziyarəti qəlbilik ayaqlaşdı. Heyət əzaları bu qitim Kanadadaki Şərqi Türkistan ammavi təşkilatları bilan uçraşdı. Shuningdek, Kanada hökuməti, Köçmənlər Ministerligi və Kanada parlamentidagi mas'ul kishilar bilan suhbatda bo'lib, Uyg'urlarning talablarini yetkazdi. Bu jarayonda ular yana bir qism oliy maktablarda doklad berib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida har soha kishilarga ma'lumot berdi. Yaqinda Tayland poytaxti Bangkok shahrida oyoqlashgan erkin mushtlashish dunyo musobaqasida Qozog'istonlik Uyg'ur mohirlar bir qancha oltin medalni qo'lga keltirdi. Almata viloyatidan musobaqaga borgan Uyg'ur mohirlardan So'krab Hashimov Janov yoshlar komandasi bo'yicha oltin medalga erishgan. Mahirlarning yana biri bu yil 7-sinfda o'qiyotgan Shokichak Alisher Sultan Xo'jayev bo'lib, bu qitim uning tunji qitim dunyo chempioni bo'lishgan. Bu mahirlar buningdan ilgarimi Yevropa va Osiyo rayonlarida ko'p qitim musobaqalarga qatnashib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan ekan. Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan ig'ir siyosiy bostirish harakatini har qaysi joylardagi musulmonlar jamoatiga bildirish uchun muhojiratdagi Uyg'urlar faol harakatlarda bo'lmoqda. Yaqinda Tennessee shtatining Memphis shahridagi Uyg'ur muhojirlaridan Aziz Sulaymon shu joydagi musulmonlar haftaligi ko'rgazma zalida Uyg'ur diyoridagi lagerlar masalasini aks ettirgan foto suratlar ko'rgazmasi uyushtirgan hamda Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tanishtirgan. Avstraliyadagi Uyg'ur xonimlarimi bu jihatda fidokorlik ko'rsatib, Sidney shahrida tunji qitimliq Uyg'ur madaniyat kuni faoliyatini tashkillagan hamda Uyg'ur madaniyatining qanday buzg'unchiliklarga uchrayotganligini jonli usullarda ko'rsatib bergan. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilarining faol kuch chiqarishi natijasida Ahmadiylar mazhabining bu yil Amerika Davlat Majlisida o'tkazgan yillik yig'inimi maxsus Uyg'urlarga bag'ishlandi. Möhtərəm televizor görgücülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını gördünüz. Kelar hafta görüşəyilik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.